Asad! Tur o'rningdan. O'zbekiston davlat satira teatri aktrisasi, Do'stlik ordeni sohibasi Amina Ibatulina. Ana shunaqa. Nimaga meni ismimni Zaynab qo'ygansizlar? Kumushga o'xshab o'lib ketsam mayli edi. Shohjahon, keling, mana anaqa qilmay, syomka qilmay, ancha o'zgarganman, ancha tanishmaydi. Opa, meni auditoriyam juda ham sinchkov va sizni albatta tanishadi. Qadrli do'stlar, Navruza Binazova Shaytanat serialida birinchi 6 ta qismida Zaynab rolini ijro etgan ajoyib ijodkor opamiz. Ishonchim komil sizni tanishadi. Buni kommentariyada ham yozib olishadi. Assalomu alaykum. Navruza opa, Men tanidinglarmi? necha yoshda bo'lgansiz o'shanda? 27 yoshda. 27 yosh. Men 20-22 yosh bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. Hozir ham go'zalsiz, latofatlisiz, o'shanda ham go'zal edingiz va kastingdan o'tib keyin rol o'ynagansiz. Ha, kastingdan o'tib keyin rol o'ynaganman. Lekin sizdan oldin bu kastingda juda ham ko'p aktrisalar qatnashgan, hattoki qo'shiqchilar ham, xonandalar ham qatnashgan. Shu qatorda Rayhon G'aniyeva bilaman juda ham yaxshi proba berganlar, ham o'tganlar ham, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra ular o'ynamaganlar, bilmadim nima, balkim to'g'ri kelmagandir grafik, ularni baribir ishi ko'p, xonandalarni, balki o'sha sabab bo'lgandir, balki boshqa sabab bo'lgandir. Mani qaysidir joyim ularga o'xshashlik uchun menga ularni ko'zi tushib qolgan. o'rtoqlar bilasizlarmi, Shaytanatda Zaynabni o'ynagan har ikkala aktrisa ham o'ziga o'zi ovoz bermagan. Originalni ko'rsataman. Nimaga meni ismimni Zaynab qo'ygansizlar? Kumushga o'xshab o'lib ketsam mayli edi. Bu Navruza Binazovaga berilgan ovoz. Ana endi Ra'no Shodiyevaga berilgan ovoz. Esingizda bormi? Esingizdami? Men yotganimda siz dimlama pishirib kelgandingiz. O'shanda tomog'imdan ovqat o'tmayotgandi. Lekin siz pishirgan dimlamani yeganman. Sizni ham kasalingizni ovqat yengar ekan. O'zbekiston xalq artisti Zuhra Ashurova. Rahmat ustoz. Juda ham mohirona ovoz bergansiz va bir narsani aytmoqchiman. Meni 140 mingdan ortiq obunachim, ishonchim komil, sizni hammasi yaxshi ko'rishadi. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Har bir kommentariyani sizga yetkazib turaman. Shaytanatda Asadbekning o'g'lini kim o'ynagan? Eslaysizmi? Men originalni ko'rsataman. Hammalarga Firdavs Fazliddinov Abdusamatning rolini ijro etgan va Firdavs aka necha yosh edingiz? 22 yosh edim. 22 yosh. Kim taklif qilgan Shaytanatga sizni? Ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Yodgor akam Sariy. Yodgor Sariy. Qaysi sahna qiyin bo'lgan? Sahnalar oson sahna bo'lmagan. Qo'limdan kelgancha qilib. Shu eng qiyini shu o'g'li o'sha betob bo'lib yotgan payt. Tavsiya aziz do'stlar, Abdusamatning originali. Aka rahmat. Sog' bo'ling. Tolibjon Ashurov, kimga o'xshatyapsiz? Kimga o'xshatyapsiz? Men sizga aytaman, bu inson Shaytanatdagi o'sha kesak polvonning bolaligini o'ynagan inson. Jahongir akam elimiz suygan ijodkor, ustoz san'atkor Xayrilla Sadiyevning nabirasi bo'ladilar. Shaytanatda Asadbekning bolaligini ham aynan Jahongir akam ijro etganlar. Shaytanatda Jalilning bolaligini o'ynagan aktyor. Originalni ko'rsataman. Assalomu alaykum, yurtdoshlarim. Assalom. Umidjon Azimov, qadrli do'stlar, aynan Jalilning bolaligini o'ynaganlar. Umidjon aka necha yosh bo'lgansiz shu? 12-13 yosh bo'lganmiz. 12-13 yosh. Shunaqa. Filmga kelib qolishingiz qanaqa bo'lgan? Bitta amakimlarning uylarida tadbirda ko'rib qolganlar meni. Sen bu yoqqa kel, meni oldimga deb chaqirganlar. O'shanda o'sha Shaytanat filmidagi Jalil obrazini yoshligini menimcha shu bolalik paytlarini ko'zlarini oldiga keltirganlar. Keyin ertaga borasan meni oldimga deb chaqirganlar. Shunday qilib shu nasib qilgan ekan, shu bilan bo'lib ketgan. Qoch, sanalashma Jalil. Oltigachilik qilma. Bor, sen ketaver. O Jalil, men jiddon bolasimi? Bilaman. Sendagilar vala zino deyshadi. Asad, sinfda nima bo'ldi? Tupurishdimi? Ishing bo'lmasin. Shaytanatda qadrli do'stlar, Jamshidga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Uchqun Tillayev ovoz berganini bilasizmi? Originaldan eshitamiz. Beka, bilaman, siz mendan xafasiz. Lekin men sizga doimo sodiq qolganman.
Shaytanatda Hosilboyevachchaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Baxtiyor Qosimov ovoz bergan. Assalomu alaykum bek aka. Agar bu loyiha sizga yoqsa va davom etishini istasangiz, videoni ko'proq do'stlaringizga yuboring, like bosing, kommentariya yozing. Men esa siz uchun har doim originalni ko'rsataman. Hosil aka, originalni to'xtatmoqchiman. Yo'q. Oldin meni kimligimni bilib qo'ysin. Shaytanatda Hosilboyevachchaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Baxtiyor Qosimov ovoz bergan. Assalomu alaykum bek aka. Agar bu loyiha sizga yoqsa va davom etishini istasangiz, videoni ko'proq do'stlaringizga yuboring, like bosing, kommentariya yozing. Men esa siz uchun har doim originalni ko'rsataman.